Urush ichida chiniqish. 1944-yili kuzda Qurban ota-onalari, tangtush og'aylari bilan birlikda G'uljiga mingan fidoyilarni Yamaturda uzitib qo'ydi. 200 dak otliq qovul jangchini va 100 atga ortilgan oshliqni elib G'uljiga mingan Ismoil qari ajim mahalning 14 yoshdan tuvan yigitlarni bir yildan keyin fidoyi bo'lishiga ruxsat qildiganligi haqida va'da berib mahalda qoldirib qo'ygan edi. Shu yili kuzda Xitoy istibdodlariga qarshi umumiy urush boshlanib, 11-oyning 13-kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilganligi to'g'risidagi xush xabar tarqalganda Yamaturda 40 kungacha to'y bo'ldi. 1945-yili 7-oyning oxirlari 9 taroning Yamato mahallasida askarlarga yo'l boshlig'ichi bo'lib tanlangan Qurban o'ziga taqsim qilgan 4 otni sayning ichiga tushib qo'yib etib, pastdan lumshib eqayotgan daryoning eqini tarafda asta-asta o'ltirib ketayotgan quyoshning shafaq qizilligini tomosha qilib etib, say og'zida ot ustida qo'lini pulanitib ishorat qilayotgan yangi sardishi Yasinni yiroqdan tanidi. Shaharda cho'ng bo'lgan kishilar bilan sahroda qirda pishgan kishilarning chiroy turqi, gap so'zlar emas, harakat va sezimlaridimi o'xshamaydigan aloydiklari mana menda farqlanib turadi. Qaramtul, gavdali kelgan Qurbanning ot ustidagi chevarligi, merganligi, o'yinchilarga xos bo'lgan yiroqni ko'rish va har xil ovozlarni farq etishdagi tevish sezgirligi, ha deganda uning rozvichi atrofga a'zo bo'lishiga yo'l ochgan edi. Qurban yo'ldan yon beg'irlab sayning beshiga chiqib, yiroqdilla Yasinning chiroyidagi jiddiylikni muhim bir ish uchun chaqirayotganligini ilg'a qilib, qadamni tezlatdi. Chapsan bul eni, komandor seni tez kelsin deydi dedi. Yasin otdan tushmayla qo'lidagi qamchining sepi bilan orqa tarafni ko'rsatib ishorat qilib, Yaman turga askarlarni boshlab yetib kelgan Sopaxun komandor mahalning oyoq tarafidagi daryoga qartib selingan yog'och lampalik egiz uylarga mo'tabar oqsoqol Ismoil Qorahojimning yozliq mehmonxonasi tushgan edi. Niyatda bu uy tog' orqasiga tushadigan armiya qismlarining vaqtli qo'mondonlik ishxonasi hisoblanadi. Qurban oldirib uyga kirganida gaz panar chiroqning g'uva yo'rqida kiyinishi va turqidan Sopaxun komandordan cho'ng amallarda ko'ringan va to'rda o'tirgan kishilarni orom ko'raldi. Payga tarafda bo'lsa 4 nafar yigit askarlarga xos jiddiy qiyofatda qatorlashib o'ri turadi. Qurban salomdan keyin o'zining o'rnining askarlar qatorida ekanligini darhol his qilib, ikkilanmayla ularning yenidan o'rin elib tik turdi. Yigitlar deb so'z boshladi. To'rda o'tirganlarning ichidagi Qurban to'niydigan Sopaxun komandor yenidagi kishilarga kulimsirab qarab etib, "Sizlar bugun kechida yana 3 soatdan keyin muzlamanga qarab yo'lga chiqsizlar. Vazifangizni rozvedchi atraf boshlig'i Mardan tushundirdi. Sizlarga yo'l boshlaydigan Qurban bu yerlarning o'y do'g'ini yaxshi biladigan Maryan ovchi. Uni kichik deb qolmanglar. Ot ustida uning chamandozligiga oranglarda balkim hech kim tankilanmaydi." Sopaxun komandori yenida o'tirgan ko'k ko'zlik o'rus boshliqqa va qapqara burutliq qora ko'zlik Uyg'ur amaldorga qarab so'zni davom qildi. Bu mahaldagi oqsoqollarning deyishicha, Qurban bultur kuzda oroldan qo'noqliqqa chiqqan 2 qavarni otliq qo'llab yurib, monopolka miltiqi bilan etib menisini chuvitibdi. U shundaqla tekis tarafdan lim yog'ochlardan salboqlab, daryoda eqitib, chopchalga akirib sotilgan salchilarning o'g'li ekan. Komandor askarlarga burilib yana shundaq dedi: "Qurbonni oranglarga qo'shib olinglar. Hozirdan boshlab harbiy kiyim kiymaysizlar. Butun atrof partizancha harakat qilamiz. Hech kim bilan ko'risholmaysizlar. Hatto ota-onalar va do'stlaringlar bilan xo'shlashmaysizlar. Ish harakatinglar maxfiy bo'ldi. Chiqib tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Ha, Mardan, birinchi plan bo'yicha harakatni boshlanglar." "Xo'p, komandor." 4 yigit putlarini juplab, o'ng qo'lini cheksiga qo'yib salom berdi. Qurbanni ularga ayshib hurmat bildirdi. Shunda qilib Mardan boshchiligidagi 5 partizan Qurbanning yo'l boshlashi bilan
Kechida 80 belni atlab Chipar Tıvılğa tarafdan Mongol Kura tekes yaylıqı yoluğa qarab atlarının tizginini qoyuverdi. Almashtirib minish uchun tayyorlangan hamda qo'ral, o'q-dora, yemek ortilgan zapas atlarning cho'luri askarlar mingan atlarning egar xanchoqisiga bog'lab qo'yilgan edi. Nishon muzdaman edi. Razvedchilar uzun yo'l yurib bu yerga yaqinlashganda qurbonning farazlari to'g'ri chiqdi. U sabdashlarga Thomas texi emdi başlandı. Muzdavan erimidimikin degan edi. Onun aytqandek muzdavanning eng xatarlik bir chaqirım keldigan tik qiyarliq tog' jirasini ikki qo'lash qiyinlikda muz qaplab ketgan bo'lib, ot emas, piyoda odamni ma'lolmaydi. Razvedchilar tong otganda bir cho'qqiga chiqib ketayotganda qurbon tuyuqsiz. Og'iylar tog' orqasidan tutunning purq kelyotdi. Odam barda qildi. Diqqat qilayli dedi. Ular ehtiyot bilan o'mlab tog' ustiga chiqqanda haqiqatan muzdavanning Oqsuv tarafdagi eg'izida Xitoy chiriklarining istikam yasab, qorovul turg'izayotganligini ko'rdi. Bularga zarba berish buyruqi berilmagan edi. Aksincha, hech qanday shabi chiqarmaslik, dushmanga qat'iy ko'rinmaslik buyrug'i bor edi. Shundaqdimi Gomindan chiriklarining okop og'ziga o'rlashtirilgan bir dona eg'ir tipdagi pulemyotning o'zila soy ichidan hech kimni o'tkazmay qirvitalaydi. Ular qanday tezlikda kelgan bo'lsa, shundoq chaqaloq bilan keyniga qaytib, asosiy qism bilan tekes atrofida uchrashib, ahvolni komandirga doklad qildi. Hamda ikkinchi plan bo'yicha nishon o'zgartib, tekesning kun chiqish tarafidagi oqbuloq chilg'isiga qarab, qismning oldida razvedka uchun yo'lga chiqdi. Ular bir qancha kun egiz tog', qorliq tavan, muzliq soylardan o'tib, eng xatarli joy Oqtovonga kelganda qurbon hamrohlarini to'xtatib oldi bilan oziq-tulik ortgan qo'tazni orqasidan egarsiz otni tog' yo'tisidagi yo'lga soldi. Afsuski, ot uloqlarni yo'lni bosolmay tik hanga tiyilib tushib ketdi. Shunda qilib ular yana bu yo'ldan voz kechib, tekasning Ko'ksuv yayliqi tarafdan Oqsuvning boy noyisini nishon qilib yo'lga chiqdi. 8 ayning boshlarida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining 150 dan ortiq puxracha kiyingan botir azimatlari qurbon yo'l boshlagan razvedchilarning to'g'ri yetaklashi natijasida Oqsuvning sharqiy shimol tarafidagi Xiyir mahallasiga yetib keldi. Jim dedi qurbon razvedchi sabdoshlariga ishorat qilib. Quloqini dim tutib bir hazır turgandan keyin oldimizdagi o'rmondan 3 kishi kelyotdi. Oyoq tivishi eg'ir, balki qo'lda qo'ral yoki yuk bor. Aradan ko'p o'tmasdan razvedchilar o'rmonda kuzatchilikka chiqqan 3 nafar Xitoy chirkini ko'zlarini bog'lab komandirning oldiga yelib ilib keldi. Shunday qilib Qiyerdagi dushmanlarni yo'qotgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati jangchilari hech shapi chiqarmay turibla bir hafta ichida boy noyisiga besib kelib, 3 tarafdan qurshab bu noyidagi necha yuz dushman askarlarini yer tishlatib va asrin zulm chekkan Uyg'ur xalqini ozodlikka erishtirdi. Hayotida tunji qidim jangga kirgan qurbon qo'rqish, hovdiqishdan tamkinlikka, rahimdillikdan jasurlikqa, batırlıqqa intilgan ruhiy o'zgarishlar ichida qo'rqmas askarga aylandi. 8 ayning oxiridan boshlab uning hayotidagi eng xatarlik, eng dahshatli va eng unutilmas sharafli kunlar quchoqlashdi. Bu kunlarda u qurg'on eg'izdagi jangga qatnashdi. Quzavatga berib yordamga kelgan dushman askarlarga to'sib zarba berish urushida o'zining qahramonligini namoyon qildi. Boy noyisini qo'g'dash va boydan chekinib chiqib, qo'g'danish jangida eng oxirgacha tirkishib turib, dushmanga zarba berib, sabdoshlarining unushliq chekinishiga yo'l ochdi. Qo'rg'ondagi ikkinchi qitimli qo'rshab yo'qotish urushiga qatnashdi. Muzdavondagi dushman qarovul punktini tarmar qilishga qatnashdi. Boy noyisiga ikkinchi qitim hujum qilish urushida xizmat ko'rsatib medal oldi. Vizovod komandori bo'ldi. 9 ayning boshlarida G'uljidan yordamga kelgan otliq qismlar yerlikdan qo'shilgan partizanlar va qurbonning sabdoshlari birlikda necha yuz kishilik qo'shin tashkillab Oqsuv Ko'ni shahrini ozod qilib, Oqsuv yangi shahar ichiga mo'kinib olgan Gomindan qoldiq askarlarni yo'qotish uchun bir oyga yaqin urush qildi.
9 ayning 18 kuni Aqsu Yenshar ichidagi o'lim girdobida sarosamaga tushgan Xitoy askarlari g'aljirlashib, Sharqiy Turkiston mustaqil jumhuriyatini qo'llab, xalqni uyg'otish tashviqoti olib berib, qurolli qo'zg'olonga tayyorlanayotgan yoshirin tashkilot Ushqunlar ittifoqining Lutfullo Mutallib boshchiligidagi 28 nafar a'zosini vahshiylarcha o'ldirdi. Düşman bütün kuchi bilan o'lim oldida jon talashmoqda. Tirkishib Aqsuning to'g'risi jinini qo'g'dimoqda edi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining jangchilari g'azab nafratga to'lgan qahri bilan ko'zlariga qisos o'tini kuchga aylantirib, dushman sepilga o'zini etib jang qilmoqda edi. 10 ayning boshlarigacha birda hujum, birda mudofaa aralashib ketgan har bir kunda qancha qitimlab soatlarcha qattiq jang bo'lsa, yana qancha soatlab jimjit sukunat hukm suratdi. Shunday vahimli kunlarning biri tong suzilishga boshlaganda shoh-shumlar bilan niqoblangan okupning ichidan anglangan Allohu akbar degan azon ovozi ko'zi amdila yumilgan qurbonni uyg'otdi. Qurban shohlar orasidan yiroqdagi dushman okupiga qatilgan 5 atar girmonkining tepkisini o'ng qo'l boshmaltiqida tutgan peti niyat qildim o'tarman deb bomdod namozning 2 rakat farzini deb niyat qildi da dum yotgan yerdan midirlamay namozini o'qidi. Tova qancha rat g'oyibdan namozi tushirilgan g'ozi uchun ne hashamatlik masjid, ne qibla, ne imam, ne joy namoz va ne tahorat hojat bo'lmadi. Uning vujudida Alloh bo'lgan mustahkam aqidadan boshqa hech nima qolmagan edi. U Allohdan boshqa hammani unutgan edi. Urush, o'lim, jasad, qon inson ruhiyatini chilg'ib olganda Alloh yo'lida vatan uchun millat ozodligi degandan boshqa hamma narsa ko'zga ko'rinmaydi. İnsan hatta özünün hayat ekanligini unutuydu. Qurban talay düşmanni öldürdü. Birlerinin yangisini challab atdi, birlerinin ko'ksini titratdi. Birlerinin pachiqini chiqratdi, birlerinin yuragiga nayza sanchidi. Birlerinin ko'ziga xanjar urdi, birlerinin gelini bo'g'di. U har qitim Allohu akbar deb boshlab ishini tugatganida bo'lsa, oldida lapildab turgan oyol tuzliq ko'k bayroqqa qarab xo'rsinib nafas iloladi. U haqiqatan Allohdan boshqa hammani unutgan edi. U Ili daryosi bo'yidagi go'zal yesi, yama turdagi bag'voronliq uyini, ota-onasi, fuqarlarni, mahaldagi musbat oqsoqollarni, do'st-yorlarni hammasini unutgan edi. Uning yuzdagi hayoti esidan ko'tarilgan edi. U o'zini tanha his qiladi. Faqat va faqat Alloh uni chin aqida bilan ibodat qilishga undaydi. Alloh uni vatan tuprog'ini aziz jini bilan paklashga, istilochi dushmanlarni o'ldirib, ona yurtini ozod qilishga, Uyg'ur millatini hurriyatga erishtirishga chaqiradi. Ko'nalar Bitalayga suv kelsa, cho'ng to'g'andan yak ketdi deb bekor aytmagan ekan. Urush avjiga chiqib, dushman zavolliqqa yuzlanishga boshlaganda, ozodlik jangchilari qon kechib Manas daryosi bo'yiga kelganda, Aqsu Yenshar fath qilinishi harpisida, ya'ni 1945-yili 10-oyning 11-kuni atdiganda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati armiyasi qo'mondonlik shtabidan jiddiy buyruq keldi. Urush to'xtadi, chekininglar. Rus komissarining keskin buyruqlari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining vakili Qosimjon Qandirning tamkin, ammo majburiy tushuntirishlari, shuningdek komandir So'paxonning yolvorib murojaat qilishlari jangchilarning vahimali gumonlarga taskin bo'lolmadi. Bu nima ish endi? Yetimning og'zi oshqa tekkicha, burni toshqa tegibdi degandek, ozli qolganda chekinimdiq. Yo'q, bu bir taslimchilik, bu bir xoinlik komandir. Jangchilarning ruhi tushkun, chiroyi g'amgin qopiq turilgan sirliq pichirlashlar, g'azablik tovlashlar hamma yerni qoplagan edi. Oradan bir necha kun o'tmayla ruslar tarafidan tarqatilgan eg'ir qurollar, pulemyot, minomatlar, hatto tapanchalarni numeri bilan tizimlab yig'ilish ilib ketildi. Qurban sirdoshlari bilan birga yotoqda buruqtirmoq ichida qaynab so'zlashyotdi. Ishga ichib kirgan komandiri
Abdurahmanovni ko'rib, hammasi o'rnidan turib jim bo'lishdi. Abdurahmanov jangchilarga boshlanishib ijozat bergandan keyin Qurbonning yana kelib o'ltirdi va o'ziga savol nazari qarab o'tirgan askarlarga bir qur ko'z yugurtib etib so'zni boshladi. Askarlarim, biz Xitoy bosqinchilarining zulmiga qarshi qo'limizga qurol urushga atlandik. Maqsadimiz aziz vatanimiz Sharqiy Turkiston tuprog'idan tajovuzchi Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, ozod jumhuriyat qurish, xalqimizga baxt saodat yaratish edi. Afsus, yolg'iz dushmanni yengish uchun ruslarning yordamiga muhtoj bo'ldik. Bugun 2-jahon urushining natijasi, shundaqla dunyo vaziyati bizga foydasiz bir holga kelganda qiladi. Rusning, Inglizning, Amerikaning generallari bir yerga jam bo'lib, Xitoyning foydasiga to'n pichib etgandek qiladi. Ular o'zlarining manfaatlarini qo'g'dash niyatida bizni setib etganda qildi. To'g'risi, suv beshidan lay degandek taqdirimizning og'amsi allaqachon haqlarning qo'liga o'tib bo'lgan ekan. Armiyamizning oliy huquqlarini qo'liga ilib olgan rus qo'mondonlar bizni medirlayolmas qilib qo'ydi. Bizlar harbiy buyruqqa bo'ysunish burchimiz. Lekin askarlarim esinglarda bo'lsin. Vatan uchun qurbon bo'lgan shahidlarimizning qini bekorga qolmaydi. Sizlarning botirliklaringizning ajri boshqa ketmaydi. Biz yana fursat kutamiz. Kurashlarimizning davomi qanday bo'lganligini G'uljiga qaytgandan keyin bilalaymiz. Sabr qilinglar. Tushundik komandir. Qurbon umidsiz tuyg'ular ichidan birdanla uyg'ongandek o'zini silkintib so'z boshladi. Ahvoldan qaraganda bir qadam chekingandek qilamiz. Ammo xotirjam bo'ling komandir. Yurtimizga qaytgandan keyin ozodlik mash'alini boshqadan tutashtirgandek qilamiz. Shundaq O'rusning qora Xitoydan farqi yo'qda qiladi. Bizni setivatdigu halqiliq paytda askarlar to'shma-to'shdan shikoyat qilishdi, dard to'kishdi, ichini bo'shtib irodalarini bildirishdi. Komandir Abdurahmanov qo'l harakati va ko'z ishoralar bilan hesdoshlikni oshkora ifodalab askarlarga hamdam bo'ldi. German kisini ruslar yig'ib olgandan keyin dushmandan o'lja ilib o'ziga mukofot sifatida qaytarilgan bir dona xanjari qolgan Qurbon sabdoshlari bilan birlikda uzun va jafoliq chekinish safarini tamomlab Tekasga kelib to'xtadi. Qurbon yuqorining buyrug'i bilan Tekasda tashkillangan Sopaxonning Tekas otliq polkida otliq askar Vizibut komandori bo'lib turib qoldi. Shiddatli urush, qo'rqinchli safar, qonliq janglarga odatlanib qolgan Qurbon Tekas otliq polkidagi takror otliq mashq, mish-mish paranglar, zerikishlik hayotdan joq to'yib ketdi. G'uljidan kelayotgan vahimli xabarlar Manas daryosi bo'yidagi oldingi front askarlarining umidsizlik ichidagi harakatlari haqidagi apqashli gaplar hamda Urumchidagi Xitoy qo'shinlarining patparaq holati haqidagi axborotlarni zerikib tug'ilib cho'ng bo'lgan yezi hayotini seg'inishga boshladi. U boshqa peshqadam askarlarga o'xshash askarlikdan chekinish iltimosi sunib qo'yib, tasdiqini saqlashga boshladi. Shu yili qish boshlanib tunji qor yoqqan kunlarning birida Qurbonning qismdan chekinish iltimosining tasdiqlanganligi uqtirildi. Komandir Abdurahmanov sabtin chekinganlarni o'stish marosimida Qurbonning ko'ksiga Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qahramonlik sharaf nishoni bo'lgan sadoqat medalini taqdi hamda uningga bir harbiy ot taqdim qildi. Qurbon o'ziga uzun mazgil hamroh bo'lgan Abdurahmanov yodikorlik uchun taqdim qilgan qizil yo'rg'a etini minib Yamontur mahallasiga qaytib keldi. U urushdan kelibla ot o'ynatib dam chiqardi. Uning qizil yo'rg'isi atrofga purkatdi. Qizil yo'rg'i bilan tang uning nomi atrofga tarqalishga boshladi. U mazmunning o'g'li, shuningdek namozxon bo'lgani uchun el-jamoat uni hurmat qiladi. Mahalla va qo'shni mahaldagilar yoshlar bo'lsa, uningdan ayminatdi va qo'rqatdi. Navbati kelganda u jidal mushlashlarni setib olib, o'zining bozg'andek mushtining to'rini mo'jiza qilgan har qandayga tetitib qo'yatdi. Baxtiyor kunlardagi qayg'uli xabarlar. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq degandek, To'qqiztara noyisi G'uljidan yiroq, Urumchidan bo'lsa texmi yiroqdan.
G'amsiz va bir xil suratda lumshib eqayotgan Ili daryosi xuddi uzun sipildek uni o'rab turdi. Bu yoqqa kelmoqchi bo'lgan kishi daryodan o'tishi, texnik to'g'risi yomon turdagi qo'sh kemadan o'tish kerak. Shunlashqa har qaysi davrlarda keladigan amaldorlar, tushadigan amr farmonlar bu yerga kelgicha xeyli yumshab ketadi. Iqtisodiy manfaati ancha cho'ng bo'lmagan bu nahiyaga hukmdorlarning ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi. Bir zamonlarda Manchu Xitoy chiriklarining zo'rligi bilan bu yerlarga ko'chirib kelingan taronchilar hozirgi zamondami o'xshashli degidek tirikchilik, o'yin tamassisi bilan band bo'lib, osmon o'rilib tushsa, tegidi yetib manti yeydigan beg'am hayotga ko'nib qolgan. Mana shu kunlarda Urumchidagi Kuomintang armiyasi va Xitoy fuqarolari paragandichilik va dakki-dukki ichida qichish hozirligida turgan Sharqiy Turkiston armiyasi Manasqa qistab kelib, harbiy kuch tahdidi bilan Kuomintang chiriklarini taslim bo'lishga majburlayotgan. Ammo Stalin mustaqil Sharqiy Turkiston hukumatini urush to'xtatib bosmachilar bilan bitim tuzishga zo'rlayotgan jiddiy bir vaziyatda. 9 taradagi dehqonlar xotirjam holda ozod, hur, mustaqil Sharqiy Turkiston davlatining lazzatini surmoqda. Har kim o'z yerining terilg'usi, chorva mollari, o'tchib, yem xashaklari, qishliq o'tin ko'miri degandek hayot tirikchiligi bilan mashrab o'yin tomosha bilan kelgan ketganlarga mol sotadigan savdo tijorati bilan xotirjam, baxtli yashamoqda. O'ynab kulib yurmoqda. Dunyoda nimalar bo'layotdi? Moskvada, Urumchida, G'uljida kimlar shahar so'rayotdi degandek cho'ng-cho'ng gaplarni faqat shahar ko'rgan bolalar so'rinlarda ancha-muncha so'zlab qo'yganini hisobga olmaganda, yoshlar hammasi degidek bog'varan, eti seriq, tog', dala, ot, kala, o'g'loq, mashrab qatorliq o'ziga yod bo'lib ketgan ishlari bilan mashg'ul edi. Mahalladagi va yezidagi hukumat amaldorlari hammasi degidek o'zlarining oqsoqollari, mo'tabarlari, yurt cho'nlari bo'lg'ashqa yoshlar o'z ishi bilan, o'yin tamoshasi bilan g'amsiz yashmoqda edi. Yamantur yesning bolalari qattiq adab qoidalik mashrab dasqanada bekli qo'rilib qolatdi. Mashrab ixtiyoriy o'yin chaqchaq, erkin ozoda so'zlash, hatto bahuzur xalqancha o'ltirish imkonlari bo'lmaydi. Shunlashqalar odatda namoz shamdan keyin mahalla masjidi oldidagi keng supsi bor maydonga birdan ikkidan kelib to'planadi. Ular doim degida qurbonning qiziqarli safarlari, Oqsudagi urushlar haqidagi yod bo'lib ketgan hikoyalarni takror anglaydi. Ba'zi qari Qur'on bolalar jangnamolarni, avliyolar haqidagi qissalarni hikoya qiladi. Shaharga to'la kirib chiqadigan bolalar bo'lsa, bunday so'rovlarga kamdan-kam daxil bo'ladi. Ular mahallaga kelishi bilan shaharlarda ko'rgan ajoyib-g'aroyib sarguzashtlari bilan hammani o'ziga qartib oladi. Bugun shunday bo'ldi. O'tgan hafta sal yog'ochlarni o'tkazib berib, dadam bilan G'uljiga kirgan edik. Solih Salchining o'g'li Mavlon hayajon bilan so'zlashib boshladi. Atiyalik nashtidan keyin tog'amning bolalari tang tushlarim to'ramni ko'rimiz deb oldirib meni ilib talag'mandi. Ya prim, bu karamatni ko'rdinglarmi? Cumhuriyet raisi İlham To'rim uydan chiqishi bilan tang atrofdagi oqsoqollar, amaldorlar qo'l bog'lab yerga qarab turadi ekan. Askarlar tik turib salom berdi ekan. To'rim kichik kunkidek yasalgan dishli haruga chiqqandan keyin orqasidan ekshib yugurib bilbadoq hukumat idorasiga kelganda jahonni titratib muzika ovozi anglandi. O'rus, tatar askarlari kanonlarni chilib To'ramni qarshi oldi. To'ram ostan minib idorasiga kirib ketdi. To'ramni qo'g'dab ikki tarafida mongan askar bolalarning haybatli kiyimlarini, esib olgan avtomatlarni, ostidagi turpadak otlarni ko'rgan bo'lsam, Mavlon so'zlab shu yerga kelganda cho'ngroq yoshdagi savdogar Davud uning so'zini bo'ldi. Og'inlar bir oy ilgari yiqqan mo'y terilarini G'uljiga akirib mo'yqaga o'tkazib etib, shahardagi bolalar bilan birga Urumchiga choy olg'ilmandik. Manasqa kelsak, chegarini ikki taraf ching to'sibdi. Ahmad afandilarni Xitoylar bilan bitim tuzishga Urumchiga ketdi deb angladik. Manasning savdogar bolalari ajoyib yomonkan juma. Choyni shu yerda olsanglar, o'zimiz akilib beramiz. Urumchida Xitoylardan arzon olamiz desanglar,
apırıp ekilimiz dedi. Ağaylar hemimiz destek etim kelgen bulgaçka Ürümçini körüp ketimiz geldi. Onun üstüge Cumhuriyetimizin başlıkları Ürümçide tursa nemeden korkumuz dep oyladık. Manas'ın balları hemisi digidek Ürümçide çoğun bulgan, Manas'a ata-analары bilen birlik köçüp kelgen ballar iken. İki bala bizni elip mаңды. Tağ içinden atlık ayınıp, karanlık düşkende Kutubi degen şehirinin yaylasına yetip geldik. Ular bizni әтісі сәһәр бамдатта yana tağ içi sayını arılıb, Ürümçinin g'arbidagi Sayvaq degan mahalli bilan oynab yurib, daryodan o'tib Toshbuloq degan dengiga ekilib tashladi. O kuni dam ilib uxlab, әtisi bozorga chiqdik. Ey Xonnas, bozor deganni ko'rgan bo'lsang, rasta-rastada turib ketgan mollar, joniki jimi odam topqinni bu yerga to'kadi ekan emasmi? To'xu sutidan boshqa hamma narsa tepildi. Nemini ilib, nemini qo'yishini bilmaysan. Davud o'ziga ko'zni uzmay, havaslanib qarab turgan bolalarga bir qo'l nazar tashlab etib, zo'zib o'tirgan yeridan qo'zg'alib, yenidagi og'inisining qo'lidan sho'rab atgan panak tamakisini apchilik bilan ilib, ikki sumirib oldi da, egizrak bir yerga yo'tkilib, so'zini davom qildi. Biz mol oldigan kuni saharda bozorga kirib hayron qoldik. Xitoylar Sipilning ichida bo'lg'ashqa, shaharning sirtida yashaydiganlar hammasi Uyg'ur, O'zbek, Tatar, Qozoq, Tungan degandek musulmonlar bo'lib, mutlaq ko'pchiligi Uyg'urlar edi. Barliq savdogarlar do'konini taqvobdi. Odamlar jiddiylasib, u yoqdan bu yoqqa chepishib yuridi. Yoshlarning qo'lida gazet, ko'zlari tashvishlik. Sarayga qaytib kelib, Saraymandan so'rsak, Xitoy shahridagi Sipilning ichidagi go'mindan cheriklari Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining suhbati uchun kelgan Ahmadjon Qosim boshchiligidagi vakillarni qo'rshab hujum qilib, Sipilning sirtiga Uyg'urlarning shahriga chiqarmoqdidak. Agar kashkicha ularni qo'yib bermasa, Urumchi xalqi Sipilning ichiga besib kirgidek, cho'ng qirg'in bo'lg'idak, manasliq og'aylarimiz yetib kelib bizni aldiratdi. Ular Sodanını qo'yisha, taranchilar, bugun rahbarlarimizni qutqizish uchun jangga tayyorlaninglar. Sodaga bolalar necha bak kirsin tayyorlab qo'ydi. Sepilga o't qo'yib besib kiramiz. Bergichi jon tikib elsak, Manasdagi askarlarimiz kap bo'ladi. Shuning bilan ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni Urumchiga qadaymiz, dedi hayajon ilkida aldirab. Ko'rganlik kishi bizning G'uljadan kelganligimizni anglab, Ozod rayonidan kelgan mehmon deb beshiga ko'tarib hurmat qilyotdi. Ba'zi ustamlar oshpazilda pul olg'ili unamay. Yigitlar, mustaqil davlatimizni ko'rgan ko'zinglarga sadiq bo'lsin, qarindoshlarga salom aytinglar. Bizning bolalar chopsariq kelsin deb so'zlaydi. Rost deganda kechga yaqin Urumchining Xitoy Sipilning rasta darvozasi atrofi Uyg'ur yoshlariga to'shib ketdi. Kirsin to'ldirilgan g'ulash yetmaydigan 10 necha bak Sipilga yo'lab qo'yilgan edi. Shu asnoda Sipil darvozasi ichilib, kishilar o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Ahmad Apandi qatorliq 5-6 kishi Xitoy darvozasidan xotirjam mazmun qadam tashlab chiqib keldi. Uyg'urlar ikki tarafga bo'linib yo'l ichib, qiyiqat chuqini ko'tarib, urg'a to'lashdi. Chavak chelishdi. Bizning G'uljaga talay qitim kirib ko'rishga nasib bo'lmagan Ahmad Apandini Urumchida rasta ko'chasida o'z ko'zim bilan ko'rib, xushalligimizdan ko'zlarimizga yosh oldik. Ahmad Apandi menga Ro'za Hojim masjidi yenidagi Uyg'ur uyushmasi markaziga kelganda, kichik pikapning ustiga chiqib, talmirib turgan ming'an kishilarga ta'sirli nutq so'zladi. Ha, Ahmad Apandi nima dedi? Bolalar taqozolik bilan oldirib so'radi. Davud yana so'zlashga boshladi. Og'aylar, men Habdiyakni orang tugatgan savdogar odam, toza esimda tutolmadim. Hammasi siyosiy gaplar, 11 bitimga rioya qilish, birlashma hukumatni himoya qilish, millatlarning barobarligi degandek gaplar ish qilib, jangchilarimiz Go'mindanni surum to'qay qilib kelyotdi. Endi Manasda to'xtab, dushman bilan bitim tuzgan nemisi Sharqiy Turkiston hukumatimiz Go'mindan bosmachilari bilan birlashma hukumat quribdimi? Bu qanday gap bo'lib ketdi? Hey Qurbon, sen degini zodi nima ish bo'lib ketyotdi? Bir-biridan beslashib so'rab, bas munozaraga tushib ketgan bolalardan birisi Qurbonga murojaat qildi. Qurbon askarlarga xos jiddiy talaffuzda tushuntirishga boshladi.
Ağırlar, zamanın bekle arkası kapsılar. Anca bolsunmu geyzede okup koyunlar. 5-6 yıl ilgiri gün bitişte gırmanlar, gün çıkışta yapıllar. Bir bulup, neçe yüzün askeri bilen Urus komünistlerini yokutumuzdan uruş kılgan idi. Amerika, Angliya degan çoğun devletler Uruslarga boluşup 2 yıl avval gırmanlarını, yapıllarını mağlup kıldı. Şunun bilen 2. Dünya uruşu degan sokuş tüydü. Nemine talışılgandır bu devletler? Gep kıstırdı birisi. Nemine talışadı? Bizge okşaş bözeklerinin yerini, baylıqını talaşmamdı, dedi Qurban sözünü davamlaştırıp. Urus'un başlığı Stalin, Amerika'nın, Angliya'nın başlıkları bilen yığın içip, bütün dünyanın hemen yerde uruş toxtusun dep buyruk qıptı. Biz bilen soqışıvatkan Gomindan Xitaylarını bununla qoşulup dedik. Şunun bilen Stalin bizni Gomindan'dan yaraştırıp koyduğanға kelişip dedik. 2 yıl ilgiri Xitayның Zhang Jijong degan generali Ürümçiге kelip, Ahmet Efendiler oturup koygan taleplerini orunlaydıgan bulup, 11 türlük bitimine kol koygan edi. Gomindan amaldarları bizning ağzımızga quruq emizgeni sap qo'yib, hadab xalqni azgili zo'rliq zo'mbuluq qilg'ili turdi. Bizlar bu yerda ozod yashayotganimiz bilan Sharqiy Turkistonning qolgan 7 viloyatida xalqimiz qon yig'lab ingrayotdi. Mana endi Gomindan hukumatining beshiga o'zining gapini anglaydigan Uyg'urlarni tanlab qo'yibdi. Ahmet Efendi qatorliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti amaldorlari Gomindanga qattiq norozilik bildirib, G'uljaga qaytib keldi. Qashqar hotellarda Uyg'urlar qo'zg'alib ketdi. Turpan to'qsonlarda xalq qo'zg'alib, qurolliq urush qilishga boshladi. Anisa hozir Xitoy davlatimi Gomindan Xitoylar bilan kommunist Xitoylari tonishib qopti. İnşallah 2 qavan so'qsa, kiyik aman qopdi degandek bizga bir navbat kelib, O'ristonmi Xitoydan qutulib, mustaqil davlatimizni qurib chiqadigan fursatlar kelar. Qurban so'zlar aytib, hayajon ichida atrofga qarab, beshini langshitdi. O'tirgan bolalar bir narsalarni tushungandek, amin deb duo qilishdi. 1949-yili kuz faslida qor yig'ib, mahalni judun qopladi. Qurban qo'rusidagi o'tinxondan sanduq mash va kanaylarni ilib chiqib, mehmonxona uyining o'tirsiga o'rlashtirib, kanayni to'nlikdan chiqardi. U yezicha kaslab tayyorlab qo'ygan o'tinlarni mashga tashlab, o't yoqdi. Uy ichi endi isishga boshlaganda talada ko'kirib kelib to'xtagan avtomobilning ovozi anglandi. "Voy Qurban, 5 atamni betlab chapsan chiq, so'qishga bo'ldik." Talabın Qurbanning jang sabdishi xalqning ovozi anglandi. Xotinim kelmadi deb qiynatim bilan so'qishqili tekesga mingansan. Qurban odati bo'yicha og'inisi bilan chaqchaqlashib ko'rishdi. Xalq mehmonxonaga kirgandan keyin xurjunni tam tuviga tashlab qo'yib, o'zi mehmonxonaning to'ridagi eq terisi ko'rpiga o'ltirgandan keyin oldirmay duoga qo'l ko'tardi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Xudoyim bizni bosmachi Xitoyning zulmidan qo'g'dag'aysan. Vatanimizning ozodligi, xalqimizning hurriyati uchun bizga aql farosat, kuch, g'ayrat ato qilg'aysan. Amin. Xalqning duosidan biroz shumliqning bishoratini sezgan Qurban dasqon salmay turibla oldirib gap so'rashga boshladi. Chapsan bo'la, nima bo'ldi? Yana qanday shum xabar bor? Nima xabar bo'ladi? Oylar o'tib ketdi. To'rimning xabari yo'q. O'rislar yig'inga chaqirib ketgancha qaytib kelmadi. Yaqinda Ahmet Efendi, Abdukerim Abbaslar Beyjingga yig'inga boramiz deb Olmataga chiqib ketgan edi. 3 kun avval bir shum xabar tarqaldi. Ular o'ltirgan aeroplan Beyjingga ketib o'tib taqqa usib olib, Ahmet Efendilar hammasi shahid bo'ptidak. Hech kim qo'rqib bu shum xabarni og'zidan chiqara olmayotdi. Lekin boshliqlarning turqidan buning rostlik aniq bilinib turadi. Dedi xalq o'diqqan holda Qurban qarab. Bu suiqas O'ris bilan Xitoyning plani. Endi qarab yazsaq, biroqla tugishimizmi? Bizning qo'mondonlarimiz nima qilishyotgandi? Qo'rqinchoqlar Qurban qaynab ketdi. Oxirnalla deb so'zni davomlashtirdi xalq texmi jiddiy qiyofatda Qurban qarab. Bir ay ilgari Gomindanning qo'mondoni Tavsiyu degan Xitoy bilan vaqtliq hukumatning raisi Burxon degan Tatar ikkisi bizga taslim bo'lmay, Lanjug'icha hujum qilib kelgan Xitoy kommunistlarga taslim bo'lganligini e'lon qilgan edi.
Hafta avval Qizil Xitoylarning chiriklari Urumchiga yetib keldi. Ularni o'rislar aeroplanida to'shib ketdidek. Bir qismi avtomobillarda, bir qismi piyoda minib yo'lga chiqqanmish. Urumchiga kommunist Xitoy askarlari bilan bizning Cumhuriyet armiyamiz bir kunda kelib uchrashibdi. Ahvoldan qaraganda hukumatning kommunist Xitoylar bilan sherik boshqaradigan o'xshaymiz. Bu Xitoylarning jihligidan ko'ngil ilishib ketadi. Xuddi Gomindanning chiriklarining kiyimini yangi ishlabla ilib kelgandek, bir-biridan amga, bir-biridan ovoq kiyimlaricha jul-jul kipandek pachoqlarga uzun latta yugib olgan peti paytimlarni sangiltib, manqisni iqitib, dir-dir titrab kelganmish. Endi tugashdi xalq, endi tugashdi. Stalin bilan Mao Zedong seriq it bilan qora it birlashdimi, bizga kun yo'q. Qurban o'zining o'ng'allarini xalqqa so'zlab berdi. Ma'lumki, Oqsoqol Ismoil Qori hojim o'z vaqtida hajidan yenib Istanbul, Qozon orqali poyezd bilan Shamayga kelib qaytgan ekan. Shu chog'da Istanbuldagi millatchi turklardan, Qozondagi mustaqilchi tatarlardan o'rus kommunistlarining naqadar yuzsiz zolimligini anglagan ekan. Kommunist o'ruslar xalqni chiroyli gaplar bilan aldab, shaharga kirib oliblar Uyg'ur, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Ozar, Turkmen degandek turk qavmlarining oqsoqollarini, yetakchilarini, o'limollarini, ziyonlarini tutib qamab, o'ldirib, yo'qotishga boshlabdi. Hatto ilgari ba'zi mahallalarga bostirib kirib, Uyg'urlarni to'plab o'q tutib, qirib tashlabdi. Ana shu o'rus amdi bizni Xitoy kommunistlarga tashlab beryapti. Bu Xitoylarmi o'rusni shu peti do'raydi. Qarab tur Qurban, ati o'gin shu Xitoylar bizning yurtlarga yetib keladi. Shu chaqda ko'rimiz, ko'rgulikimizni xalq ig'ir xo'rsin beshini chayqadi. Ismoil Qarahojim ammo Urumchiga siyosiy kengash hay'ati bo'lib ketgancha kelmayotdi. G'aynikam nadadir? Og'ina, ahvoldan qaraganda o'zimiz bosh bo'lib boshqadan qo'rallanib so'qishadigan kunlar kelyapti nima? Ikki hisoblash kechacha oxiri yo'q planlar, oyoqqa chiqmas xiyollar bilan mundishib tong atay deganda uxlab qilishdi.